Navbat blogerlarga ham yetib keldi. Soliq qo'mitasi tomonidan yaqinda top 110 ta bloger faoliyati o'rganildi. Soliqlar to'g'ri to'lanyaptimi, daromadlar yashirilmayaptimi degan ma'noda monitoring o'tkazildi va bu bo'yicha blogerlar o'rtasida seminar tashkil etildi. Bu shuni bildiradiki, bundan buyog'iga blogerlar faoliyati ham soliq qo'mitasi nazoratida. Shu sababli o'z faoliyatingizni qonuniy amalga oshiring, soliqlarni o'z vaqtida to'lang. Ushbu videoda qancha soliq to'lashingiz, qanday qilib soliq yukini optimallashtirish mumkinligi haqida gaplashamiz. Agar siz blogerlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, sizda 3 ta yo'l bor. Birinchisi, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tasiz. Ikkinchisi, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tasiz. Uchinchisi, alohida firma tashkil qilgan holda faoliyat yuritasiz. Keling, ushbu 3 xil usulni soliq yuki haqida gaplashamiz. Ya'ni birinchi ikkitasi, o'zini o'zi band qilgan shaxs va yakka tartibdagi tadbirkor jami daromadidan atigi 1% soliq to'laydi. Masalan, 100 million daromad topsangiz, 1 millionni soliqqa to'lashga to'g'ri keladi. Agar firma tashkil qiladigan bo'lsangiz, 4% aylanmadan soliq va topgan pulni shaxsiy hisobingizga o'tkazish uchun 5% dividend solig'i. Jami 9% soliq to'lanadi. O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida soliq mobil ilovasi orqali ro'yxatdan o'tish mumkin. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida Davlat xizmatlari markazi orqali yoki new1darcha.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. O'zini o'zi band qilgan shaxs ham, yakka tartibdagi tadbirkor ham soliq stavkasi bir xil, 1% bo'ladigan bo'lsa, unda nima farqi bor? Qaysini tanlashingiz mumkin deyishingiz mumkin. Qaysini tanlashingiz kerak? Ya'ni bu xodimlar soniga bog'liq. Agar sizda xodimlar bo'ladigan bo'lsa, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish kerak, chunki YTTlar 5 tagacha xodim yollashi mumkin. O'zini o'zi band qilgan shaxslar faqat o'zi faoliyat yuritishi kerak, hech qanaqa xodim yollay olmaydi. Endi soliqlarni hisoblash, soliqlarni to'lash tartibi haqida gapiradigan bo'lsak, agar siz o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida boshqa yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatadigan bo'lsangiz, unda hisob faktura shakllantiriladi hamda sizga pul to'layotgan yuridik shaxs davlatga to'lashingiz kerak bo'lgan soliqlarni o'zi hisoblab davlat byudjetiga o'tkazadi. Bu holda siz soliq to'lashingiz shart emas. Agar siz jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatadigan bo'lsangiz, unda elektron hisob fakturani jismoniy shaxs nomiga rasmiylashtiriladi yoki bo'lmasam Paynet xolis ilovasi orqali shakllangan QR kod orqali to'lovlarni qabul qilsangiz, bu ham avtomatik xizmat ko'rsatganligingizni tasdiqlaydi va o'sha summadan 1% davlatga soliq to'lanadi. Agar barcha harakatlar Paynet xolis ilovasi orqali amalga oshirilgan bo'lsa, soliqlarni byudjetga o'tkazish qismi ham Paynet xolis tomonidan amalga oshiriladi va siz hisobotlar ham topshirishingiz shart bo'lmaydi. Agar siz yuqorida keltirib o'tilgan qoidalarga amal qilmasdan oddiy jismoniy shaxs sifatida faoliyat yuritib kelgan va shu paytgacha qanchadir miqdorda daromad topgan bo'lsangiz, unda jismoniy shaxslarni jami yillik daromad deklaratsiyasi bo'yicha soliq hisobotlarini topshirishingiz kerak bo'ladi. Bu 2026-yilda topilgan daromadlar bo'yicha 2027-yil 1-aprelga qadar deklaratsiya topshiriladi. Lekin bu turda deklaratsiya topshiradigan bo'lsangiz, 1% emas, 12% daromad solig'iga tortilasiz. Faoliyatingizni qonuniylashtirmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Siz bilan Asilbek Qosimov bo'ldi.